Aka, yangi o'quvchiman, o'q qurol olmoqchiman, vertikal. Ayrim o'quvchilar 127 yaxshi deyapti, ayrim o'quvchilar 34 yaxshi deyapti. Siz qaysi fikrdasiz? Ha, bunaqa savollar juda ham ko'p uchraydi. O'quvchilarimiz orasida ham, masalan, O'zbekistonda juda ham ko'p tarqalgan vertikal qurollardan ikkitasi. O'sha 127, 34. Bu qurollar bir yaxshi, bir yomon deyish o'zi aslida noto'g'ri. Ikkovining ham o'ziga yarasha fanatlari bor, o'ziga yarasha o'quvchilari juda ham sevib, shu kungacha ishlatib kelishadi. Bu qurollar shu paytgacha misol uchun o'g'illarda o'zimiz ishlatib ko'rganmiz. O'g'illarda juda ham yaxshi natijalarga erishgan, deyarli bir-biridan qolishmaydi. Xuddi shu mashina singari, Gentra va Cobalt singari bir-biri bilan qolishmaydi. Bir-birini ishlatadigan odamlar bir-biri bilan hozir qo'yib sporlashdan charchashmaydigan bu qurollar borasida. Endi bu qurolni yangi o'quvchilarimiz uchun tavsiyamiz qaysi qurol yaxshi degan savollarning uchun men sizlarga hozir birma-bir bularning xarakteristikasini aytib o'taman sizlarga. Olib yurishda qanaqa sifat jihatdan, misol uchun og'irligi, stol uzunligi, kalibrlari va chidamliligi borasida birma-bir sizlarga aytib o'taman. Tanlash o'zlaringizda. Videoni oxirigacha ko'ringlar, podpisatsiya va like tugmasini esdan chiqarmanglar. O'sha barchaga mashhur bo'lgan 127 YR, YM va shunga o'xshash modellar bilan ishlab chiqarilgan injektor va ekstraktor bilan jihozlangan o'q quroli. Ushbu qurol Ijevskiy mexanik zavodda 1973-yildan beri ishlab chiqariladi. 1,5 milliondan ortiq donada ishlab chiqarilgan. Og'irligi 3 kg 100 dan 3 kg 600 gacha. Bu albatta kalibrga qarab. Qurol uzunligi 1.9 cm dan 1.95 cm gacha bo'lishi mumkin. Bu ham albatta qurol kalibriga nisbatan. Stol uzunligi 66 cm dan 76 cm gacha chiqqan. Kalibrlari 12-76 patronlikda, 16-76 patronlikda, 20 kalibr 70 patronlikda, 20 kalibr 76 patronlikda, 410 kalibr 76 patronlikda va 32 kalibr 70 patronlikda va O'zbekistonda juda ham ko'p tarqalgan 12 kalibr 70 patronlikda esa juda ham ko'p. Bizda O'zbekistonda aksariyat ishlatilgan 12 kalibr va 16 kalibrlar juda ham ko'p uchraydi. 20 kalibrlilari hozirgi kunda bu 127 qurollari MR bo'lib chiqyapti Rossiyada. Shu MR qurollarida 20 kalibrlari ham uchraydi. Endi hammaga mashhur bo'lgan Tozostor. Tozostor quroli Tulskiy оружейный zavodda ishlab chiqarilgan. 1963-yildan beri ishlab chiqariladi. Bu qurolimiz ham 1,5 million donadan ortiq ishlab chiqarilgan. Stol uzunliklari 70 cm dan 72 cm gacha. Og'irligi 3 kg dan o'sha 3 kg 100 gacha bo'lishi mumkin. Bu albatta kalibrga nisbatan farqlanadi. 28 va 20-32 shunaqa kalibrlarga qarab qurol og'ir yoki yengillashgan. Qurolimiz o'sh uzunligi 1.15 cm. Stol uzunligi 70 cm dan 72 cm chiqqan. Stollari yana kalibr 20-28 kalibrlarda 66 va 67-5 cm chiqqan. Qurolimizni 12, 20, 28 va 32 kalibrlari juda ham ko'p uchraydi. O'zbekistonda aksariyat men ko'p ko'rganlarim 12 kalibr va 28 kalibrlari juda ko'p uchraydi O'zbekistonda. Endi ushbu qurollarni nimasi afzal, qaysi biridan farqlanadi, kimga qulay, kimga noqulay? Bu savol juda ham ko'p. Endi men sizlarga birma-bir tushuntirib o'taman. Birma-bir shu 127 dan boshlaymiz. 127 quroli. Bu ham o'sha bular aytib o'tishim kerak, o'sha shtuchning, o'sha qo'lda yevilgan va konveyer markalari bor. 127 dan xuddi shu markalari bor, Tozostordan xuddi shu markalari bor. Tozostorda faqat podarishli modellari ham bor. Bu juda ham chiroyli va o'sha o'zi nomi bilan sovg'a uchun chiqarilgan. Endi birma-bir 127 ni konstruksiyasi haqida tanishamiz. O'ziga nisbatan CVO'si alohida ajratiladi. Qismlarga ajratilishi. Xuddi shu turishda qurolimiz ikkiga qismga ajratiladi. Bu qurolimiz ko'rib turganingdek injektor. Tozostor qurollari mana shu flajok. Bu flajokli chiqqan, keyin bez flajok deydi. Bu o'quvchilarimiz tilida ko'p tushuntiradi. Endi bu o'zbekchasiga bilmayman nima deyiladi. Flajokli, bez flajokli. Bu qurolimiz flajokli. Flajok pastga buriladi, qurolimiz ikkiga ajraladi. Buni CVO'si alohida ajralmaydi. Tan olish kerak. Tozostor quroli nisbatan ancha yengil va olib yurishga ancha qulay qurol. 127 quroli. 127 qurol CVO'si alohida yechilish jihatdan ozgina noqulay tug'dirishi mumkin. Lekin bu uchun o'zim talabiga binoan, o'z talabiga, misol uchun kimdir yoqtirsa buni muammosi yo'q. Yig'ilish tartiblari. Tozostor quroli. Ekstraktor
oldiga itariladi. Flajok konstruksiyaga tushiriladi. Qurolimiz yig'iladi. 120 metr qurol. Sevyo yechiladi. So'q qo'yiladi. Yopiladi. Sevyo qo'yiladi. Ushbu ikkita mashhur qurolning kalibrlari, qaysi kalibrlarni olish ma'qul degan savollarga men ochiq aytishim mumkin. 12 kalibrdan olganlarni tavsiya beraman. Negaki 12 kalibrda o'q sig'imi, chachma sig'imi ko'proq va kuchni jihatdan ancha yaxshiroq ko'rsatkichlarga ega. Endi bu qurollar qanaqa otadi degan savollar bor. Bu qurollar bir-biridan otishdan deyarli farqlanmaydi. Nimaiki ikkovining ham o'sha sujeniyasi, sverlovkasi bir xil. Sujeniyalari 0.5 ga 1, buniki ham 0.5 ga 1. Patronlari o'sha 70, kalibrlari farqi yo'q. Endi katta razницasi besida, katta farqi besida va olib yurish qulayligida. Endi bu qurollarni qaysi birini olasiz, qaysi birini olmaslik endi o'zingizga bog'liq. Albatta doim men o'chirlarimizga aytaman, qurolni oldin doim shunday qo'lga olinadi, mo'ljallanadi, qurolga shunday tushilganda mana shu planka yo'qolib, mana shu mushka ko'rinishi kerak, shunday qo'yganda. Buni o'zini to'g'rilash kerak emas. Shunday mo'ljallandimi, planka ko'rindimi, o'sha qurol sizga tushgan bo'ladi. Albatta qurol tanlash borasida ham xuddi o'sha masala. Bir sekka qo'yiladi, tepkiga qo'yiladi. Mana shu turishga agar birinchi tepkiga qo'l nomiga yetib borsa, mana shu qurol qo'lingizga yaxshi tushgan bo'ladi. Agar bu qo'l misol uchun tepkisi oldinga o'tib ketgan bo'lsa yoki yetmayotgan bo'lsa, bu priklad qismida o'zingiz sizga to'g'rilaydigan joy bo'ladi. Agar ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, o'tirgandan keyin, ikkinchi o'q otgandan keyin qo'lingiz misol uchun urilib ketadi, tepkini orqasiga yoki keyingi tepaga, oldingi tepaga qo'lingiz yeta olmasligi mumkin. 120 da ham xuddi shu narsa. Bir sekka qo'yiladi, tepaga qo'yiladi, tanlanadi. Buni ham xuddi shunday mo'ljallab ko'riladi, planka tekis qo'lga tushishi kerak. Qurollarimizni mana ko'rsataymi? Ikkovida ham предохранитель bor. 120 da avtomatik предохранитель, to'g'risida mexanik har doim bekitib ochish kerak. Ushbu qurollarni ishlatishda qanaqa muammolar ko'p uchraydi? Buni birma-bir sizlarga aytib o'taman. Ushbu qurollar birinchi 120 dan boshlaymiz. 120 da ejector mexanizmi o'qishda muammosi bilan juda ko'p uchraydi. Bu endi o'qchini o'zini noto'g'ri ishlatishidan kelib chiqadigan muammolar. Va seviyosi juda ko'p yorilish ehtimollari bor. Seviyosi yechib qayta-qaytarilgan hisobiga yorug'lar tushadi yoki mana shu ejector ishlatiladigan tishlari bor, o'shalar sinib ketadi. Tozostorda buni ko'pchilik biladi, buni yashirish ham kerak emas. Tozostorda boyovoy пружинlari unaqa zo'r ishlanmagan. Endi to'g'ri, uni 2000 ta 3000 ta o'qda almashtirib olish kerak. Agar imkoni bo'lsa, har yangi sezondan keyin yangi boyovoy пружинlar juda ko'p sinadi. Bu muammo bilan juda ham ko'p keladi. Boyovoy пружинlari, boyovoy igolkalari, o'sha ignalari juda ko'p sinadi. Negaki, mana sizlarga ko'rsatishim mumkin. Qurol konstruksiyasi bo'linganda, mana ko'rishingiz mumkin, ignalar chiqib turadi. Tez qaytarilganda ushbu ignalarga stol tegib, ignalar sindirib yuboradi. Ushbu qurollarning qulayliklari. Tozostorda prikladlari tekis, dastasi juda ham ingichka ishlangan, qo'lga juda ham yaxshi tushadi. Qo'lga shuni ushlaganda qo'lni quchoqlab oladi. Dastasi ham ancha yengil. Blok qismlari ko'ryapsizlar, xromli va qora bloklilar bor. Blok qismi shu ixchamroq ishlangan uchun qurol esa ancha yengil. Ushbu qurolimizda o'sha zaryad qilinganda zaryadni ko'rsatib turgan nimalari bor, datchiklari bor. Albatta, mexanik предохранитель bor. O'sha предохранительda o'zlaring har safar bekitib ochishlaring kerak. 120 qurol. 120 qurolda avtomatik предохранитель mana oldiga qisanglar, orqaga qaraganda avtomatik предохранитель bekitadi. Bunda zaryadni ko'rsatib turadigan datchiklari yo'q. Bloklari quyma blok bo'lgani uchun ozgina og'irligi bor blok qismida. Ushbu qurollarni olmoqchi bo'lsanglar, sizlarga yaxshi tavsiyam iloji boricha yangisini va ideal holatdagi olishni tavsiya qilaman. Qurolni tekshirishda ham ancha narsaga e'tibor beringlar, juda ham ko'p muammolar bo'ladi. O'sha stuldan tashqi tarafdan mudarlar bo'ladi, plankalari o'sha ajralgan bo'ladi yoki qanaqadir boshqa muammolar bo'ladi. Shuning uchun qurol tanlashda shoshilmaymiz. Mana shu sizlarga men tomonidan beriladigan maslahatlarga e'tibor berasizlar. Shu sabab maslahatlar bilan bir qator qurol tanlashda o'zlaringizga yetarli darajada ma'lumot olasizlar.
Endi bu qurollarda qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomonligini buni o'zlaring tanlov qilasizlar, qo'llaringga olib ko'rasizlar, mo'ljallab ko'rasizlar, qo'llaringga qaysi biri yaxshi tushsa, o'shani tanlaysiz. Rabochiy qurol, ishlatilgan qurol olmoqchimisizlar? Keyingi videolarimizni kutib qo'yinglar. Keyingi videomizda ishlatilgan qurollarga olinayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, shu haqida gaplashamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.